Darvozamiz общий hisobda 33 million so'mga kelib o'rnadi. Buni 2, 3, 4, 5, 6, 7 общий hisobda 7 metr bo'lgan afsonaxo'zin darvozamizni Jizzax g'allorlarga olib kelib ustanovkasini yakunladik. Ko'rishlari mumkin, darvozamiz o'ta ham ideal holatda chiqdi. Egalariga manzur. Darvozamiz materiallar bilan bir qator tanishtirib o'tadigan bo'lsak, 2 qavat 2 delish shumkali holatda bo'lgan, chiroyli holatda chiqishi uchun nerjivkalar bilan jihozlanadiganmiz. Kraskalari toza avtomobilni devor kraska, обязательно kraskadan oldin gruntovkasi bilan hop. Darvozamizning ikki chetiga 40 sm, bo'yiga 45 sm обналичкаларni qilib berganmiz. Hop, yon qismlari 10 3 ta bruston bo'lgan, taglari обязательно 10lik shivillarda. Hop, darvozamizga 5 yildan 10 yilgacha 100% garantiya beramiz. Kimga shunaqa sifatli va ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz, bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Darvozamiz общий hisobda 33 million so'mga kelib o'rnadi. Bu narx ichida kelib razmer olish, dastavka, ustanovkalari mutlaqo bepul.